Allohim yolg'onni yomon ko'radi, lekin 3 yolg'onni kechirmaydi debdilar. Hadisda shunaqa ma'nolar kelgan. Alloh taborak va taolo gunohlarni kechiradi, lekin 3 ta yolg'onni kechirmaydi. Birinchisi aytilgan. Alloh taborak va taolo tushga aytilgan yolg'onni kechirmaydi dedilar. Hatto shuna hadislar kelgan. Kim ko'rmagan tushini ko'rdim desa, qiyomat kuni unga arpani boshoqlari tutkaziladi. Bog'la buni banda deyiladi. Bog'lay olmaydi, azobga itariladi. Arpani boshog'i, bug'doyni boshog'ini tasavvur qiling. Boylab bo'ladimi bir-biriga? Bu narsa-ku. Qanaqa boylaydi uni bir-biriga? Bog'la buni banda deyiladi, bog'lanmaydi, azoblanadi. Ko'rmagan tushini ko'rdim deyishni Alloh kechmas ekan.